Assalomu alaykum. Sarvars Lab yangi epizodga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan biz futures bozorida eng muhim tushunchalardan biri tikerlar va kontraktlar haqida gaplashamiz. Ya'ni aynan qaysi tikerlar bilan ishlash kerak, qanaqa qilib to'g'ri kontrakt tanlanadi, pro firmalarda noto'g'ri tiker tanlasa nima bo'lishi mumkin. Hammasini amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Aytgancha, agar siz oldin Forexda savdo qilgan bo'lsangiz, ayrim tushunchalar sizga tanish tuyulishi mumkin. Lekin bu video umumiy auditoriyaga mo'ljallangan. Shunga agar biladigan ma'lumotlaringiz chiqsa, hayron bo'lmaysizlar. Kelinglar boshlanishiga o'zi tiker nima? Tiker biror bir instrumentni qisqa nomi yoki kodiga aytiladi. Endi tikerlardan bitta misol bu neftni tikeri CLM 2025. Ana endi bu CLM 2025 nima ma'noni anglatadi desanglar, CL instrumentni kodi, M oy harfi, masalan har bitta oyni o'zini bu yerda harfi bor, F G H J K, ya'ni yanvar, fevral, mart, aprel, may, xuddi shunaqa ketadi. 12 ta oy uchun 12 ta harfi bor o'zini spesifik. Mana bu esa 2025, tushunganinglardek yil, va 2026 bo'lsa 26 bo'lib o'zgaradi. Ana endi CLM 2025 bu 2025-yil iyun oyi uchun crude oil kontrakti degan ma'noni anglatadi. Ana endi o'zi trading view'dan tikerlarni qanaqa izlash kerak desanglar, вот mana bu yerdan search barga kiramiz. Shu yerga o'zimizni tikerni nomini yozamiz, ya'ni CL crude oilni nomi, yoniga bir undovcha qo'yiladi, o'zini futures tikerini topib beradi. Mana bu yerdan CL1 olasizlar. Shundoq o'zini yozsanglar, mana bu yerda целый list chiqarib beradi. O'zingizga keraklisini tanlab olasizlar. Mana eng yaqin front month kontraktini ko'rsatib beradi. Shuni ustiga bossanglar, sizlarga o'sha yerda chartni ko'rsatadi. Mana bu yerda save bo'ldimi? Mana bu yerdan ko'rishinglar mumkin. Shunaqa qilib chart ochiladi. Ana endi bu narsani o'zi sizlarga oldin Telegram kanalimda tashlaganman. Mana bu yerda bor целый list. Har bittasini o'zini nomi. Masalan, agar bilmasanglar topib olishinglar mumkin. Mana bu yerda futuresniki, birjalarniki, mana bu yerda valyutalar, tam yevro, funt sterling, Yaponiya hammasiniki bor. Shu yerda ko'rsatganman. Telegram kanalidan kirib ko'rishinglar mumkin. Endigisiga keladigan bo'lsak, hozir ko'rsatib o'tgan CL1 bilan CLM 2025 farqini ko'rib chiqamiz. CL1 va o'rtasida farqda asosiysi, CL1 da bu dynamic ticker, ya'ni hozir kelinglar sizlar uchun bitta ochaydi. CL kiramiz, mana CL1 и CLM 2025 ikkalasini ham ochdim. Bir sekund. Mana CL1 bilan ikkita chart qilamiz. Bunisiga CL1, bunisiga CLM qilamiz. Ikkalasi ham deyarli bir xil narsa. Bitta farqi shuki, mana bu CL1 undovchada u har doim kontraktlarni vaqti avtomatik yangilanib boradi. Ya'ni bu chartda almashtirishinglar shart emas. Masalan, iyun oyi kelsa, iyun oyi uchun yangi kontrakt qo'shib boriladi. Iyul oyi kelsa, iyul oyiniki update bo'ladi. Mana bu CLM 2025 yoki CLN 2025 u har bitta oy uchun o'zini fixed ticker bo'ladi. Ya'ni bu kontraktda faqat shu oy o'zida ishlay olasizlar. Ya'ni CLN 2025 mi? Значит, o'sha iyul oyini tugashigacha ishlata olasizlar. Undan keyin o'sha narxlarni pasayishi yoki bo'lmasam ozgina farqini sezasizlar, undan keyin tugaydi. Pro firmalar ham ko'p narsalarda hammasi mana shu aynan fixed kontraktlarda trade qilasiz. Ya'ni CLM 2025 yoki bo'lmasam Nasdaqniki masalan NQM 2025 xuddi
shularga qarab turib foydalanib chiqasizlar. Ana endi masalan, rotation degan narsa bor. Bu ko'proq indekslar uchun mo'ljallangan. Ya'ni mana bu yerda o'tsam hozir tak bitta chart qoldiramiz. Mana bu NQMda bizda hozir ochgandim. NQM. Nasdaqni ochsak, Nasdaqda har 3 oyda almashadi. Не только Nasdaq, hamma indekslarda, Dow Jonesda, S&P 500da, yana ba'zi bir indekslarda hammasida har 3 oyda rotatsiya bo'ladi. Ya'ni boshqa paralarda, ya'ni boshqa tikerlarda har oyda bo'lsa, aynan indekslarda har 3 oyda bo'ladi. Ya'ni NQM, NQU, NQZ, NQH. Ya'ni mart, iyun, sentyabr, dekabr. Mana shu har 3 oyda yangi tikerga o'tishlik kerak bo'ladi. Sababi eskisida уже volyumlar tushib ketadi, orasida qanaqadir gaplar paydo bo'ladi. Bu narsani o'zi sezasizlar, что savdo uncha yaxshi bo'lmaydi. Chunki kichkina 1 minutlik time frame'ga tushirganinglarda orada juda katta gaplar bilan tiklari juda g'alati bo'lib qolgan bo'ladi. Shuni sezasizlar, o'sha chart o'sha eskirgan. Endi qanaqa qilib to'g'ri kontrakt tanlash kerak degan savolga. Bu aytib o'tganimdek Forexda ishlagan odamlarga bu savol yengil emas. Umumiy yangi futures bozorida qanaqa qilib kontrakt tanlash kerak desanglar, birinchi очередda volume, bu kontraktda qancha odam savdo qilyapti, qancha yuqori bo'lsa, shuncha yaxshi. Open interest deyiladi, ya'ni qancha odamlar position ochgan, shuncha ko'p ochgan bo'lsa, o'zimizga yaxshi. Keyingisi tick value. Har bitta tickni narxi bor. Buni o'tgan videoda tushuntirib berganman. O'sha yerdan o'zingizlarga ko'rib risk rewardga yaxshi. Chunki Forexdagidek xohlagan lot ocha olmaysiz. Bunda har bitta tickingiz fixed bo'ladi. Sizni stop lossingiz masalan точный bo'ladi. Uni xohlaganingizdek o'zgartira olmaysiz. Siz tanlagan kontraktlarda pro firmada ruxsat bormi? Shuni ko'rish kerak. Eng mashhurlaridan bittasi oddiy o'sha indekslar S&P 500, Nasdaq bo'lsa, volatility balandlari Goldni aytishimiz mumkin. Hozir xayolingizga kelishi mumkin, qayerdan buni analiz qilamiz deb. Bu analiz qilish uchun mana bu saytga kirishinglar mumkin. Ya'ni birjani o'zini sayti CME Groupga kirasizlar. Shu o'zidan qarab mana marketga kirsanglar, hamma marketlarni ko'rsatib ketgan. Shu yerdan kirib datani ko'rasizlar, qancha tushuntirgan narsalarimni hammasi shu yerdan kirib analiz qilishinglar mumkin. Bu info o'zi hamma biladi, kim qanaqa kontraktda ishlaydi, qanaqa parada ishlashini o'zi biladi, lekin umuman yangi odamlarga bu foydali bo'ladi. Yoki bo'lmasam o'zi uchun yangi paralarni try qilib ko'rgisi kelganlar, men o'zim xuddi shunaqa qilib neftni topganman o'zim uchun. Sizlar ham o'zinglarga yana qarab ko'rishinglar mumkin. Shunaqa. Tak. Pro firmalarda nimaga e'tibor berish kerak? Mana pro firmalarda masalan sizda Apex, Topstep yoki Funded Futures yoki shunga o'xshagan futures pro firmalar bo'ladigan bo'lsa, har doim front monthsda ishlash kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha ko'rsatib o'tgan mana bu CLN, CL1 mana shu chartlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. CL1 dan emas, CLN 2025 o'zidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Va boshqa hammasida ham xuddi shunaqa. Nasdaqda ham, S&P 500 da ham shulardan foydalanasizlar. Har safar rotationlari yangi sanalardan bo'lishi kerak. Bo'lmasa, ochgan pozitsiyalar ishlamay qolishi mumkin. Sababi brokerlarda avtomatik yangilanib turganini hisobiga sizlar ham TradingViewda o'zingizga o'sha yangilangan kontraktlarni va chartlarni ochishinglar kerak bo'ladi. Agar noto'g'ri tanlab qo'ysanglar, pozitsiya ochilmaydi yoki bo'lmasam ошибка ko'rsatib nimadir muammolar kelib chiqarishi mumkin. Shuning uchun CL aytib o'tganimdek, mana bu
oldida bir undovcha borlari, ular faqat kuzatish uchun, agar analiz uchun yaxshi, sababi yengillab o'tirmaysiz. Именно trade qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu CLN yokida masalan hammasini oxirida 2025 bilan tugaydigan yoki o'sha yili bilan tugaydigan chartlardan foydalanishinglar kerak bo'ladi. Va yana bitta narsa, trade copy'da ham aynan shu tikerlarga juda e'tibor bo'lishni unutmanglar. Sababi agar to'g'ri tiker tanlamasanglar, trade copy bo'lmay qoladi. Shuning uchun har doim yangi fixed tikerlardan foydalanib trade qilinglar. Ya'ni buni nima demoqchiman? Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bitta mani deylik bo'lsa, mana bitta har bitta kontraktinglarni tanlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni CLN 5. Agar hozir plus kontrakt qilib turib izlaydigan bo'lsam, CLN 5 mana chiqadi. Agar sizlarda chartinglarda TradingView'da CLN 5 2025 emas, deylik CL1 da sizlar pozitsiya ochadigan bo'lsanglar yoki bo'lmasam CLMda boshqa oyi anaqasida ochadigan bo'lsanglar, sizlarni ochgan pozitsiyanglar trade copy bo'lmaydi. Ya'ni faqat bittasida bo'ladi. O'shaning uchun ham mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, ba'zida esimdan chiqib ketib ochganman, shuni hisobiga hammasida har xil narxlar bo'lib qolgan. Shuning uchun maslahatim, har doim shu narsaga e'tiborli bo'linglar. Shunda ham o'zinglarni vaqtinglardan yutasizlar, ham risk rewardinglar to'g'ri bo'ladi, ham ochgan pozitsiyanglar hammasida bir xil ochiladi. Shunda mana bu yerdagidek kasha bo'lib ketib qolmaydi. Va shunaqa. Shu bilan mana bugungi videomizda ko'rsatgan narsalarni foydali bo'ldi deb o'ylayman. Yana nimadir tushunmagan bo'lsanglar, o'sha aytganimdek kommentlarda yozib qoldiringlar yoki bo'lmasam Telegramdagi botda yozsanglar savollaringlarni, qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Telegram kanalimga ham podpiska qilib qo'yinglar. U yoqda ham har kuni yangi analizlar va tahlillar qilib boramiz. Hammanglarga rahmat video ko'rganinglar uchun. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.